Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlarim. Bugun sizlarga o'zimni fermerning issiq salatim bilan bo'lishmoqchiman. Bugungi yordamchim esa Nodira bo'ladi. Nodira kerakli mahsulotlarni sanab o'tadi. Bizga kerak bo'ladi ruqlay, archilgan baklajon, basay karomi va pomidor, bodring, rang-barang bulg'orlar, sarimsoq piyoz, ko'k piyoz, go'sht va ta'mga ko'ra ziravorlar. Har doimgidek birinchi navbatimizni go'shtga beramiz. Chunki go'shtimiz yumshoq pishishligi uchun marinadda bo'lishi kerak. Buni uzun oy shaklida parizda to'g'rab oladi Nodira. Va men baqlajonlarni yirik burchak shaklida to'g'rab olaman. Go'shtimizni marinatsiyasiga soya ketadi и qora murch. Olib qo'yamiz. Tabiiy bo'ladi. Endi navbatni rang-barang olganlarga beramiz. Ularni yirik burchak shaklida to'g'rab olamiz. Men esa sarimsoq piyozni maydalab olaman. Keyingi navbat bodringimiz yirik yarim oy shaklida bo'ladi. Ruqlayani chiqarib olamiz. Pomidorlarimiz ham yirik burchak shaklida bo'ladi. To'g'rab olingan bodringimizga 2 qoshiq soya qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Tuz qo'yamiz. Qizib turgan yog'imizga to'g'rab olingan baqlajonlarni tuzlarga kirguncha qovurib olamiz. Rang-barang bolgarlarni ham to'g'rab olamiz. To'g'ralgan basay karomimizni to'g'rab olamiz. Go'shtimizni qovuramiz. Va o'zimiz keliga dimlab qo'yamiz. Toza olingan mahsulotlarimizni katta to'g'rachaga solamiz va maydalab olingan chesnogimizni olib chiqamiz. Va to'g'ralgan yog'da aralashtirib olamiz. Tayyor mahsulotlarimizni ketma-ketga solib aralashtirib olamiz. Keyin aralashtiramiz. Issiq salatimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Sizlarga ham qilishni tavsiya etamiz.